Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Ipak Yo'li sadasi programida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zalliklarim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Ularda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'o'lja ishlab sapta va asalni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'o'lja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga mukofotimiz bilan katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xitgar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xitgar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Sizlarga mukofatimiz esa Uyg'ur tibobatchiligini belgilik bo'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofatimiz esa Zlotdan namoyon so'g'an Xinjiang Motor xalqaro so'z shirkati Elzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorlig'i intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. İpek Yo'li sahnimiz her soha, her kasbdagi havaskorlar uchun har qachon qo'lloq sahnasi bo'la oladi. Qani biz navbatda Janubiy Xinjiangning Avat Sodi shaharlaridan biri bo'lgan Aqsu diyoridan kelgan Alijon To'xtining yurak tevishlarini anglab boqaylik. Meni qiziqishim bo'lsa, shu sayohat qilish, klassik muzikalarni anglash, tantarbiya, yolg'iz qolgan chog'larimda satar, dutorchilik, yana she'riy asarlarni yozish. Meni bu musobaqaga qatnashib qolishdik. Asosiy maqsadim bo'lsa, bu musobaqa degan uftirish ancha bek cho'ng masala emas, men cho'g'an chiqadi. Biz san'atkor bo'lganmiz, o'zimiz cho'qim yaxshi tashviqot qilgan bir sahnalarga muhtoj ham shunday fursatlarni izlab yuramiz. Shu sahnada bir tashviq qilsam, shu 4 ustozdan yaxshi takliflarni olsam, taraq qilsam degan maqsad keldim. Shu musobaqa buğa ishonchim 4 kuch moyining ichiga kirishimga 100% ishonchim bor. Uyghur güzelim iki hilal kaş çıraylı. Uyghur güzelim iki hilal kaş çıraylı. Karaşı tebessüm bilen şehlas çıraylı. Karaşı tebessüm bilen şehlas çıraylı. Hameddulada perde güzel lal kılar canni. Hameddulada perde güzel lal kılar canni. Şermi haya sahibi bernaz çıraylı. Şermi hayat sahibi bernaz çıraylı. Gül gül yüzüde yandı kuyaş, bəxti quyaşı. Gül gül yüzüde yandı quyaş, bəxti quyaşı. Altın qolu gül təxtəsi tılas çıraylı. Altın qolu gül təxtəsi tılas çıraylı. İçre sada
Haddin vapa babda tenha Kalbide hecep istegi dünyası çaylı İlham kuş kuvvet Şirin Sübhanu naz bilen iması çıraylı Uygur kızının iki hilal Kaşı çıraylı Uygur kızının iki hilal Kaşı çıraylı Altın kolu gül tahtası tıllası çıraylı Altın kolu gül tahtası tıllası çıraylı Sıması çıraylı Sıması çıraylı Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Vay kile özümüzde tanışıp alayım. Mening ismim Alijon To'xti. Aqsu Qartaldan keldim bu yil, 28 yosh. Burun ders hep bakkanma kesbi ders. Yo'q. Kasbiy dars deb baxmagan shu. To'liq qo'ttirni bitirib o'qish fursati bo'lmay qolib, keyin Urumchiga bir ishlar bilan Kildiga chiqib qolib, Urumchida 2 yil ishdan sirtqi hisobda haftada 2 soat ovoz chiqarish nazariya dars olgan. Izroq. Yaxshi. Yaxshi. Şuna. Az bo'lsa tarbiya olganning foydasi bor. Mana. Ustoz ko'rgandigan boshqa gap. Siz hozir o'zingiz nima kasb bilan shug'ullanyapsiz? Qanday? Mening asli o'rgangan kasbim operatorlik. Shundaymi? Ha. Keyin anandagin bu operatorlikni qilib turiblam bu san'at degan narsadan qalbi bo'lganligi bir gerçek tırnaqsiz cho'g'da qilib qolsa ammo bizni bosh qo'yatmaydigan bo'cha midirdiga bir yerdan Aman chatoq chiqdi. Shuning bilan men bu apparatni tashlab shu xotinga kelishga majbur bo'lib qoldim. Mikrofondan. Mikrofon. Endi mundaq bir gap yotidi cho'g'ada. Maqol tamsilmi ya? Yo'q. Bu gap Abdulla akam va Mahmud akam to'g'risida. Bu ikkisining eng oxirida o'rildi deganmaslik kelsak, ana ichki ahvolni sizga deb beray. Ma ikkalanninki atirtida bo'libmi Abdulla akamning atirtida sizga o'xshash ustoblikni naqsh etadigan liqqida. Men erkindan fikriga qo'shilaman. Liqqida. Ishkanlar ikki taraf o'tib o'lib nima demakchi? Shuna asli burunlan mendan burun o'rnakchidi. Shu qanday qilamiz oxirida bu bir atletik ballini birsiga musobaqa soldigan ish. O'ylasam Abdulla akamningki ko'nglida butun shu malmonchilik. Shuna sizni shaxsan men bundan malmonchilikqa tiqib qo'yg'im yo'qcha. Shuna meni atirtim kelsiz. Meni atirtimda hamda ma sizning uslubingizni naqshidan bir talmi yo'q. Gapim tugadi. O'zi olmaydi, shuni yo'q. Mana erkinning magapri asosan ishonmasam bo'ldi. Lekin meniki ishonsiz. O ayol kishilarni asosan yolg'on gap qildi. Mana gap. Şöyle örildi. Özünü koyup bir tallağına. Bir ters meseleye düşüp kelib qoldim-da. Talla. O'zbekiston naqshchisi Botir Qodirovning bir so'zi menga bek ta'sir qilgan. Meningdan bir kun burun shu san'at sohasiga qadam qo'yganlarning hammasi men ustoz bo'la oladi deb. Men shu qarashda. Men qara, bir taklif beray sana.
erkinning naqshini yaxshi ko'rsa, erkinning atrofida shunchalik kuchli qo'shin bor. Sen agar uslubingni o'zgartirib, masalan, flamenco, jaz, rock qilma desang, mayli. Inim o'zimning inisi. Ma'bir. Ikkinchisi, manda sliq bir naqshlarni aytma desang, Nurnisa xonim bor. Xotirjam bo'l. Mahmud Sulaymon bor. Mahmud Sulaymon apandim seni hattoki orkestrlargacha opirdi. O'chaqda ovozingni o'zgartmasang olmaydi. Men sana o'xshash naqshlarni bakchiq aytgan qiziq tajribam bor. Men seni yetaklayalayman. Chataqroq kelaverman. Menday. Maqran. Abay sizga azroq ruxsat bergandim gap qildiganға. Men o'rtirib ketdim buna deyishimga sabab Abdulla efendim abiyatin dedi yalğancı işenmang deb. Lekin ayol kishi yalğancı olsun, jafakash olsun, yaxshi olsun, yomon bo'lsin, mushundaq erkaklarni tuqqan-ku. Maya keling, mening bir qom keling. Şuna men shu meni tanlaydiganini bilib, kimni tanlasam mayli dedim qo'y. Ben sana hiç işimi kıt veremeyim usta. Fakat medet bereleyim. Qani oxirgi tanlashingiz? Allah'ına hakkım. Men yanalam kim? Mahmud kamni tanlaydi. Benim köyümge ben gücü ilham kuşkular Sirin Sübhanu naz bilen chiroyli degan naqshini chiroyli aytishmasda bu kishi ijodini chiroyli qilib boqolmay, ana endi Mahmud ustozning shogirdi bo'lib, o'ziga yana bir chiroyli yo'l ochdi. Mahmud apandim bu yigitni chiroyli tarbiyalagan. O'zi Qashqar diyoridan ismi Amirzod Komil, ilm berimga qobil, tijoratda qilgan ko'pni qoyil. Bugun bizni qiladi mayil. Maqsadda men amibab yirik naqshlarni va o'zimning ijodiyatlarini aytishni yoqtiraman. Naqsh aytishdan sirt turmushda she'r yozish, ijodiyat qilish, do'stlarim bilan birga taqiyamshish, qatorliq ishlar bilan ko'proq shug'ullanaman. Endi Ipak yo'li sadosi programmasi qatnashdagi maqsad 10 necha yil ishkir turish jarayonida ishkirda naqsha hisoblarini qatnashdim, davlat natijalarga erishdim. Shushada kalam bir o'y bo'lgan, agar yurtimizda mushkul xarakterdagi programmalar bo'lsa, men birinchi bo'lib xizmat edim. Shu o'y bilan birinchi kun aytganda saqlab xizmatdim. Bu qaytdim bu programma qatnashdim va televizorga chiqganimni mening ota-onam va cho'nglar bilmaydi. Ular bir hayron qoldirdi. Programma qatnashganimga meni hammaning yo'ligini mening ayolim bo'ldi. Bu qaytdim bosqichliq tanlashga o'tishga ishonchim bor.不能埋怨你，只恨我不能抗拒你，时时刻刻沉醉爱河里，谁知悲剧早已注定。闭上眼睛，想起你的情。难忘记你我曾有的约定，长夜漫漫，默默在哭泣，心中无限痛苦呼唤你。
Suygan edim chin dildan seni degandim men bu suydim seni lekin canım meni aldırdın tashlab yiroqlarga ketdin闭上眼睛想起你的情难忘记你我曾有约定啊长夜漫漫默默在哭泣心中无限痛呼唤你我不能失去你我无法忘记你我用生命呼唤你永远的爱你Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Inim tunish olayli. Men Amirzod Komil o'zim Farzod noisidan hozir shaxsiy ilik bilan shug'ullanaman. Mushu men to'g'ri his qildimmi, xato his qildimmi, balkim mush inimdimi azroq charchash bor. Baba. Balkim naqshni mashq qilma deb ya sal ortiqroq mashq qilyaptinglar. Har qanday kuni sizlar agar saniga tushdim burun chiqadigan bo'lib qolsanglar, cho'qim sara qo'paq, hech bo'lmagan jiqroq gap qilyapsanglar, ovoz eshitmay qoldi. To'g'ri. Bu ovozda azroq eshitidigan, andan ovoz muqimsizligi bo'lib qoldi. Balkim o'zingni his qildinglar. His qildim. Mushu musobaqa qatnash sababini sizga ta'sir qilgan taraflarni ichkarida o'qish xizmatidan 10 yil turib o'shanda programmalarga qatnashgan o'xshash shakldagi shu vaqtda o'ylab agar yurtimizda mushkil xil shakldagi programmalar bo'lib qolsa birinchilab tizimda birinchi kun ishlagan Mushu saniga chiqqaningizning o'zi mushu g'alaba. Buniki davomli erishing. Rahmat. Ko'rishmayli, ya. Chiqib muborak bo'lsin, yaxshi ovozingni mushu sanada bizga olsang. İpek Yolu sahnesi özümüzle sınaydıgan, kuy maharetimizle sınaydıgan yaxshi bir çelik sahnesi. Sizge de fırsatlar nurgun. Amirzod işleriniz tutuqluq bo'lsin. Oliy maktabga yangi qadam qo'ygan bu inimiz o'z orzusi va qiziqishi bilan sahnamizga yetib keldi. Abduvali Turg'un 20 yosh. Yishingizdan g'ayratingiz ustunga sizni qarshi olamiz. Qo'yib o'ynash, rasm chizish, R&B naqshlarni aytish, naqsh o'rgandim, usul o'rgandim, nurg'unlar kallam ochildi endi. Nurg'unlar boshla o'ylab boqmaydigan, boshla yangilik tipli narsalarni qilishni o'rgandim endi. Dunyoning barliq bulan puchqoqlardagi mod naqshlarni o'zim anglab, texnikani saviyasini o'stirib, qilyapman. Shu vaqtda tashkil qilyapman. Ben to'liq ishonch bilan keldim. Cho'qim bir yaxshi natija ola olayman deb ishondim. Yeah. Yeah, that's right, come on.
habibim yow. Ne çok kılmaysan baba baba seyahatmen. Şunda bir oldum çatezi. Dergahman şunda yüzsüzge könlümni. Seyahatmen şunda bir oldum çatezi. Dergahman şunda yüzsüzge könlümni. Seyahatmen şunda bir oldum çatezi. Aldamca kızı dergahman şunda yüzsüzge könlümni. Dergahman şunda yüzsüzge könlümni. Seyahatman şunda bir aldamca kızı. Aldamca kızı dergahman şunda yüzsüzge könlümni. Assalomu alaykum. Ben öğrendim. Aleykümselam. Ben öğrendim. Siz öğrendiniz mi? Ben aylandım sizge. Siz aylandınız mı? Ha. Ras aylandınız mı? Ras aylandım. Bana aylandınız mı? Ha. Siz de Allah'ı dep gelgeniz oldu. Rahmet. Özünüzü bir tanıştırasınız. İsmim Abdülhalik Turgun. Bu yıl 20 yaş Ürümçi'den. Abdüveli muş nakşini üza işildin mi? Bunun hamda muzikasi Koreyalik Miblaç Grupusunun muzikasi hamda. Bunu men hamda özleştirib, ahampıraklarni butunlay o'zgartirib, tekstni o'zim qayta yozib ishlashga chiqdim. Mushuni naqshga tayyorlik qilib qanchalik bo'ldi? Mush naqshni o'zgila. Uzoq bo'lib ketdi. Aslan sahnga bu qiyofatimdan chiqmaydi. Men texmo o'ylamgan shaklda qilaman deb o'ylagan lekin yani jiddiylashib qoldim. Men o'zim degandek bo'lmay qoldi. Mayli. Bu muhim emas. Sana yana fursat bor. Chunki Nurnisa xonim bizga vakolatdan sen uchun o'rindiq aylantirdi. Demak, sana fursat bor degan gapda. Şu ustazlarımızningki hammasi, efendimlarning hammasi şu yaxshi, endi yaxshi bo'lib qolar. Mana yaxshi bo'lib qolar, ovozingizga bir tamtirmay, o'zini bir to'xtatib qolar degan bir umidda saqlab qoldik. Hammamiz. Shu men shunda qilyapman, yo, men pufim. Men asli shaklda aytmoqchi edim-ku ana naqshni. Hozir naqshingiz R&B uslubida aytildi. Lekin shu R&B uslubida aytganda buning melodiyaniki agilishimiz intayin ko'p bo'lg'achqa, shu ravon ilib berilmasa, masalan o'zingizning aytishga yoki bizning anglashqimi toza ravon bo'lmaydi. Mushtiyoqda ko'proq diqqat qilib ketsangiz, undan boshqa endi bizning shu san'at beg'imizda har xil gullarning bo'lishi kerak, har xil uslublarning bo'lishi kerak. Masalan, siz R&B uslubidagi naqsh aytdingiz, yana boshqa naqshlar hip hop uslubida esa hammalar bir xil amiyot usulda yoki xalq naqshlar aytib olsaqmi, ma beg'imiz har xil gullar bo'lmaydi. Shunga mening orzuyim endi masalan rock uslubidagi jazz va yoki har xil uslubdagi naqshlar maydonga kelsa, bizniki hammalarniki shu san'at beg'imizniki gullanishiga intayin zo'r foydasi bor. Shunga menimcha
siz bugungi shu naqshi aytish jihatda balkim boshqa apanimlar his qildi, nurg'un yetersizliklar sodir bo'ldi. Bu hech qisi yo'q. Bu o'sib ketish mezgilida yüz berdiğen normal ahval. Aqsipimda, qo'shinimda, mushundaq ustozlar, men uchun yordam qiladigan, siz uchun yordam qiladigan odamlar nayt jiq. Qiling. Shu, men qarayman, R&B ustozi shu ritm bluesdan kelgan. Ritm birinchi, lekin shu melodiyani chiroyli, ravon aylantirib qo'ysangiz, quloqqa sal tek ketib qoladi. Shuniga bak diqqat qiling. Bir qadamni baldır bassanız, muvaffaqiyatga bir qadam baldır yaqinlaysiz. 20 yoshingizda yaxshi bir tarbiyalanish muhitida Nurnisa Abbosdek kuyimchan bir ustozga erishdingiz. Fursatni qadrlab, yaxshi shogird bo'lib, armonlaringizdan gul ichildirgaysiz. Abdualijon Xayrixo'sh. Salmoq qadamlar bilan kirib kelayotgan bu kishi O'tmakan Turfondan keldi. Osmon Qosim bu yil 49 yosh. Yuragida bir o't bor. U bu haroratni naqsida ifodalamdi qanday? Qani birlikda anglab baqaylik. Ben kichigimdan tortibla ota-onamning ta'siriga uchrab bir dehqonlik qilib qolgan. Chunki men 6 yosh, 7 yosh chog'imda otam akordeon ravot chalatdi. Opam bo'lsa naqsh etib o'ynaydi. Shu chog'larda yezlarda o'yin qo'yib, yezlar tushgan chog'da men keyinga ergashib mang'atdim. Qo'yga o'yinlarni tang do'rab etib, bo'libmi oqshomlari kino ko'rsam, maktabga kelib kinoning naqshini do'rab o'xshab etib turardim. Kichigimda tutilish qobiliyatim yaxshi bo'lg'achqa kinolarning naqshlarini odatda asolimlardan naqshini etdim. Har kunda 2 qatim naqsh etmasam, mening kunim o'tmaydi. Shuningga naqshga bek qiziqman. Bu qatim musobaqada men 90% umidda bu qatim musobaqa qatnashgan birisi. Bu musobaqada men birinchi, ikkinchi, uchinchilik kirishga tirishman deb o'ylayapman. Bunga ishonchim komil. Uğurlar kaçmasın aklımız neler Olandır hem beni kılmaylı teler Uğurlar kaçmasın aklımız neler Olandır hem beni kılmaylı teler Non edip yürümeyli İnsafsızlıkta koyaylı olanın gemini bu yer Nam edip yürümeyli insafsızlıkta koyaylı olanın gemini bu yer Subihi külgen kan seher güzel Çünkü simol paklikte Haberlenip ütümüz dilda Paklik için ölsek bedel Haberlenip ütümüz dilda
Birlik için Töresek bedel Üstünler kolay Şeref bil Allah'a buluşmayayım malay Şeref bil Allah'a buluşmayayım malay Adem bulup yaraldık Adem'dek yaşap Ütüp git alemden Ütünüp kalay Adem bulup yaraldın Adem'dek yaşar Ütüp git alemden Ütünüp kalay Adem bulup yaraldın Adem'dek yaşar Ütüp git alemden Ütünüp kalay Ütüp git alemden Ütünüp kalay Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani bir tanishib chiqaylik. Turpan diyar Chichan bozoridan kelgan dehqon naqshchi Osmon Qosim bo'laman. Osmon Qosim xeli pishqon naqshchidak qildi asli. Sizdan men kechirim so'rayman. Tinchlikni ulab etayman. Aylaq boqimizmi ya? Tinchlik deb borda. Ey shu birimiz kamdek qildi. Malumlar paqirmagan o'rinda buzilgan o'xshaydi to'xtab qolgan. Biz yana bormiki deb o'tirib, siz tugab qolgan o'xshaydi deb ay istay. Asli bu naqsh tanlashdimi? Azroq xatolashgan yerimiz bor. Men shu boshqa millatlarning naqshlarini Uyg'ur naqshiga o'xshasa yaxshi etadigan. Asli tayyorlagan bir naqsham bordi. Asli shuni etsam bo'pti. Men endi o'zimizning yurtda Shinjong bo'lg'achqa Uyg'ur naqshasam yaxshi bo'larmikin deb men naqshini o'zim ijod qilib aytgan naqsha. Bu ijodiy naqshga muzikasi o'zimdan o'zim ijod qilgan. Rahmat. Rahmat. İcadiyatda hiç çatak yok. Ovoz mı shuncha suzib yaxshi. Biroq musobaqaga tayyorlagan naqshida biroz ilqi adamni hayajon soladigan bir nuqta bo'lish kerak ekanda. Anda biz şu hayajon soladigan naqshamdan bir ko'plik etib beraymi? Mush fursatda ash naqshni anglab qo'yaylik. 地心后马1万9，浑身是炭，雄赳赳，就山涉野，和我交朋友，千百万战会英雄，日令不怕风雪来的重，马要把冷暖，时刻记心头。Hakikaten afsus. Siz bilan yana hamkorlashadigan fursat izlayman. Rahmat, rahmat. Osmonjon, siz pishqon naqshchi. Mushu suzik ovozingiz bilan shu 15 yil burun o'qigan naqshlaringizdan birini o'qigan bo'lsangiz, boshqacha bo'ladi. Nayda afsusliman. Bizningki 4 muallimning tanlamoqchi bo'lgan o'quvchilari to'shmagan ahvol ostida mushu sizga o'xshash o'tib ketgan yoki bir yaxshi tanlayolmay qolgan yoki biz afsuslanib qolgan ba'zi naqshlarni qayta saniga aytishga fursati bor. Biz shu vaqtida mush fursatni izlaylik.
Bulamdı. Bo'ldi. Siz turpan jiroq bo'lmagan ekan, telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz-da aloqalashamiz. Men kunlik kelib turma. Hak yaşaş insani burç. Osman Qasım 20 yıl burunla söygün, erkinlik, nazırkomdek lentilere dan çıqagan çolpan edi. Bu özünün hayat muğlarını bizge taqdim etdi. Sahnimizge kelginingizge köp rahmet Osman Efendi. Irak musafirlarını bilsep, güzel korlu diyardan sahnimizge kelgan bu jigit diyar gayrat bulur. İnsan hayat yolida nurgun tanlashlar qidish kerak. Tanlashning o'ziga g'ayrat kerak. Sahnimizga chiqishga g'ayrat kerak. G'ayratli bilan diyar g'ayrat qiladi. Sizga omad tilaymiz. Milliy ustoz naqshlar va Yevropa ustozi naqshlarni yoqtirib olmayman va aytaman. Ijod xarakterim Yevropa chiqishga mamlakat sirtida nomi chiqqan moda muzika atroflarining uchun cho'ng kichik konsertlarini izlanib yaxshi ko'rib ko'raman. Shunday fursatning kelishini uzundan beri kutyaptim. Ota-onam shunaqla atrofimdagi do'st birodarlarning kelib qo'llashtirib istaman bu programma qatnashdim. Bugun musobaqada o'zimning qobiliyatini yaxshi joriy qildirishman. Yulduzlardek çahnıgan, appaqardek yağmıgan, miskin güldek ağmıgan, yaşlıca bilsen sen neden? Yulduzlardek çahnıgan, appaqardek yağmıgan, miskin güldek ağmıgan, yaşlıca bilsen sen neden? Özlep yürüdüm seni ben her yan, baka girdim çiçekler veyran, dölep koyup bir döve arman, yaşlıca bilsen sen neden? Ayda yürüp yıldızda güçken, avdek durup kumlarda güçken, şirin tatlı hıyalgı çöken, yaşlıca bilsen sen neden? Özlep yürüdüm seni ben her yan, baka girdim çiçekler veyran, dölep koyup bir döve arman, yaşlıca bilsen sen neden? Ağdek durup kumlarda güçken, ayda yürüp yıldızda güçken, şirin tatlı hıyalgı çöken, yaşlıca bilsen sen neden? Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. İsmim Diyar Gayret.
Korwa diyardan keldim. Bu yıl 28 yaş. Nima kasb qilsiz? Aqsu viloyatlik Madaniyat san'at maktabining milliy muzika kasbini bitirgan. Hozir Korlida ommaviy ko'ngilli so'rovlarda ishlayapman. Sizlar bir muzika tiratmi yoki o'zingiz yolg'iz? Biz bir muzika tiratma. Siz ne müzik çalsınız? Tambur kasbini o'qigan. Gitar chalaman. Yani şunda his so'ravatıman. Bu tez işkence bu. Endi bağlansız his qilyapman shu. O'rilish, tanlash masalasi uchun yomon tez ishkan bu. Haqiqatan. Yani. Bu naqshni o'zingiz yozganmi? O'zim yozganim. Ha. Muzikasini o'zim ishlagan. Başka kesipke, başka nakışçı vallahi o'xshash arzu umidimiz bilan shu ota-onamizning qo'llashi bilan mish yoshga kelguncha aran bardoshlik berib kelyapmiz hamda. Davomli bardoshlik bering. Programma rejissyorlari bilan maslahatlashib, hamda eng oxirida planimizda naqshdan muzika tirat qilmoqchi eng oxirgi bosqichga kelgan chog'da. Bu bizningki terishadigan bir nishonimiz. Shunga bak yaxshi bo'ldi. Men o'rlanmay qolganligimdan intayin afsuslanaman. Shundaqmi Nurdin xonim siz uchun o'rinliqni rahmat. Bunisi adimizga rahmat aytaman. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mayli qaysi ma'lum bo'lishidan qat'iy nazar tanlanganing yaxshi bo'ldi. Muborak deymiz. Yer g'ayrat yoshlikning eng jo'shqin paytlarida yilg'i g'ayratni yarqilib, yaxshi bir ustozga erishdi. Manamdi Nurdisa xonim uning orzu istaklarini amalga oshirishga texmi g'ayrat ato qilg'usi. Güzel milk tağları ismini anılsımı kişiye bir xil coşqunluq, ruh ato qiladigan ili tağlardan kelgan 26 yoshlik bu yigitning ismi Aman Ali Ahad. O'zimi shuncha jo'shqin. Qani bizga yoshlik sadolarga jo'r qaysi kuyni ilib keldikin? Mening alaydiklarim bo'lsa, men muqam, xalq naqsi, ommabop naqshlarni shularning o'disidan chiqa olmayman, shularni yoqtirib aytaman. Mening hammadan bak qiziqib aytadiganim bo'lsa, o'zimning yaxshi ko'rib tanlagan kasbim muqam bilan xalq naqsini, ya'ni ommabop naqshlarni yaxshi aytishni hepsini chiqaman, yaxshi aytalayman. Mening bu programmaga qatnashishimga sabab birinchidan sahna ko'rish. 3 yil o'qibdiman, 3 yil jarayonida qanchalik o'rgandim, bu sahnada bir jarayon qildirish ustida nimalar jihatlardan kam, shu sahna orqali to'liqlab ilgirlash Muşunga hamda qatnashishni niyat qilib ketdik. Muşun yaxshilig'i natijalarni erishishga tilakdaman.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalomu alaykum. Ha, endi o'zim tanishtirib qo'yapti. Ismim Omon Ali, ya'ni o't yurak shoirlik bilan mutaxassisman. Nilqinoyisdan keldim. O'qigan kasbim muqam bilan naqsha. Ko'p rahmat, sizga rahmat. O'sha men eng yaxshi ko'radigan gitar va dutlar qatorliq shu ikki soz bilan bu naqshni aytdi yengil pokiza o'rindaldi naqshini mana aytdi hissiyot bilan ig'ir yeniki bor tiniqlari joyida shunday yaxshi bo'ldi. Rahmat. Bu naqshiniki yuqori yermi bor, to'g'ri. Tuvandimi, xeli tushadigan yer bor. Ondan kuchliroq aytadigan va ojiz aytishga tegishli nafas o'ynaydigan, nafasni kuchlik va ojizsa muqam kasbida o'qigandan keyin buni bir oz yaxshi bir taraf qildim. Ovozing siliqga. Mikrofonni sal yiqirib tutgan bo'lsang, masalan, tuvan ovozda to'g'ri chiqibdi. Birla o'rinda muqim tutib olsanglar, naqshchi bolalar. Biz ham kuchliroq talab qo'yapmiz sizlar uchun, lekin yaxshi bo'ldi, juma. Rahmat. Men sizning ovozingizni bek tatliq ko'rdim. Shirin, shundoq tatliq. Yumshoq. Rahmat. Unda olsa gapni qilmay, biz o'zini tanlashga qo'yaylik. Abdullah Abdurrahim efendim tanıdım. Allah. Kaçmakta yaxshi. Baharga mushtaqliq unutilmasdi, uzilmasdi. Aman bo'lsa biz mangu kuylaydigan. Amanali bu kuy bilan Abdullah Abdurrahimga shogird bo'ldi. Bundan keyingi bugungi safaringizga texnik ko'p bahor tuyg'ulari hamroh bo'lsin. Güzel atışdan bir yigit yetib keldi. Bu san'at institutining muqam kasbida o'qiydi. U bizga onalar kuylangan esil bir kuyni elib keldi. Qani qarshi olaylik. Mening naqshatishga alaydiligim bo'lsa, ovozim jonliq, undan boshqa hissiyot kuch qatorliq alaydiliklar bor. Oilamning menga bo'lgan ko'z qarash bo'lsa, oilamdagilar ishqib, mendan yaxshiroq bo'laydi deb o'ylayman. Shu butun umrini faqat men uchun atadi. Mening shu kasbim uchun shunday atadi. Yana rahmat aytaman otamga. Musobaqa qatnashdiki, erishgan natija qanday bo'lib o'tgandan, chuqur chempion bo'lishga tirishaman. Hech bo'lmaganda 16 qatoriga kirishga ishonchim bor. Baydım içine ona Köke kara hiyal sürem
Aydım içinde ona Köke para Hiyal süremse Sürükli Beski bağrımda Ey Ona siz Sözlep yüremse Ona siz Sözlep yüremse Sürükli Beski bağrımda Ey Ona siz Sözlep yüremse Ona siz Sözlep yüremse Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zini bir tanishtirib etsan. Assalomu alaykum. Ismim Husaynjon. Otishdan bu yil 23 yosh. Hozir mush maktabning bu yil muqam kasbiga qabul qilinib kirdim. Biz o'rlanmasligimizdagi sabab yuqori ovozga kelgan chaqda ovozingiz ozroq eshitilib ketib qoldi. Mush tankashning eng beshida tambir bilan bir neyning ikkisining bir tankishib ketganligini shu ikkisining ovozi tang emasga qara. Sen
birinchi kuplitida ovozining to'g'ri chiqmasligiga sabab bo'ldimki deyman. To'g'ri. Tambur bilan chilayotgan nayning ikkisini tuzalmagan sozlar kelmişkisi yozdi. Tambur egiz. Shu seni sal qaymoqtirib qo'ygandek turdi. Qo'shimcha melodiya olimi deb nega? Qaydirib yutib qopdi shu. Ovozni aldab ketdi-da yerda. Bu 5 muqaddima bo'lgandan keyin uning birinchi qitimda qo'shimcha melodiya ilishni. Shu tang bo'lgan bo'lsa-mu, unda xatarlik ish chiqmasdi. Xuddi kelar qatimlik musobaqalarda sazlarni tuzib, toza bechilanglar dajima sazandilarga. I promise you I'm always there. Hayat to'limi uzun yo'l. Hayotda sinoqlar bor. Sinoqlarga jur'at qilishning o'zimi bir qalb. Xayr, Husaynjon, ishlaringizga utuq tilaymiz. Omon bo'ling. O'qituvchilarimiz haqiqatan tirishchanki. Bular mana shuningdek sahnalarda o'zini namoyon qilib, yaxshi fursatlarda texnik ko'p mahorat yetishtirib, texnik ko'p avlodlarni tarbiyalaydi. Bu yigit Urumchida musiqa o'qituvchisi. Qani biz uning yurak sadolariga quloq solaylik. Maqsadish, men kichigimdan maqsadishni yaxshi ko'raman. Ham çalgı asaplardan, gitar, pianino ve qatarlıq şu çalgılarını çalışını intayin yaxşı görmem ve başka kızıqışlarım intayin köp. Benimki bu musabıqlığa asaslık qatnashdagi maqsadim onun ustiga o'zim kichigimdan san'atga bak qiziqishga sahnlarga chiqib fursat chiqib olmay qoldi. Yana sahndan uzoq muddat qolib qoldim. Shu Yipak yo'li sadasi musobaqasini olgandan keyin qatnashib chiqish istagi bilan bu musobaqaga qatnashdim. Ben bu musobaqaga faqat qatnashib chiqish istagi bilan qatnashdim. Menimki zo'r natijalarni ola olganimga o'zimga ishonchim komil. Sözlerim sağın canası ona. Yüreğimin dert ağlası, kalbimin mumni nalası. Sözlerim sağın canası ona. Hasretlerim içke yutken, derdim aytalmay bir kitken. Mening kelishim zor küçükken ona. Hasretlerim içke yutken, derdim aytolmay bir ketken. Mening kelishim zor küçükken ona. Yüzler yarı ayligim, mening yo'qotgan boyligim. Yüzler yarı ayligim, mening yo'qotgan boyligim. Ganimatim chiroyligim ona. Ganimatim chiroyligim ona. Yürmegenim, davra sürmegenim, yayrab bunab yürmegenim,
ko'zlari armonim ona boshida tuhmat boshlari baloyu kulfat toshlari Baştan qattiq bardoshlari boshida tuhmat boshlari baloyu kulfat toshlari Baştan qattiq bardoshlari ona so'kingam chingina endi menga chingina yuvashim mo'mingina Yüzler yarım ayligim Mening yo'qotgan boyligim Ganimetim chiroyligim Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani enam. Mening ismim Erkin, familiyam Abdurahim, o'zim yurtim Urumchi shahridan. Men Shinjang san'at institutininki kino televiziya drama fakultetini aktyorlik kasbini bitirib, hozir Urumchi shaharlik 19-boshlang'ich maktabda musiqa dars beryapman. Sizning ovozingiz haqiqiy chiroyli ovoz ekan. Meni hatto yig'iltiryapsiz. Men bir o'zim baldo'roq o'rilib ko'gash bir nima qilay deb o'yladim, lekin bardoshlik berolmasligimdan ansirdim. Chunki bu naqshining tagiga faqat onasi yo'qlar his qila oladi. Men his qildim. Shu hisni siz his qildirdingiz. Sizda yaxshi alaylik borki, birisi to'g'ri tarafga o'tdan maqom tushdingiz. Ana undan keyin yuqori tarafga yaxshi alayligingizni joriy qildirdingiz. Bugun baklar tantirab ketib qoldim. Men o'ylayman 100% dan 30% yetim deb o'ylayman. Shundaymi? Ovozim bak jiddiylashmaydim bugun. 30%'іңіз мүшілсі, қаған 70% қосылсы farqlab ketamdi nima? 70% qilgan bo'lsa, tomoshabin o'rildi. To'g'ri. Keyingi bosqichlarga kuchayman. Endi ukam yana bir narsani so'rab qo'yay. Xo'sh. Saodatda shu Botir Qodirovning naqshini ko'proq yaxshi ko'rdigan, yaxshi aytilgan o'xshaysa. Yaqin men Azodbek, Botir Qodirov, Alisher Foyiz deymiz o'zbeklarning naqshchilaridan. Yana shu sizning naqshingizni men yaxshi ko'raman. Erkin akamning naqshisini men yaxshi ko'raman. Mahmud Sulaymon akamizning naqshisini yaxshi ko'raman. Mening aytilgan uslublarim intayin ko'p. Hozir sen bizga bir ko'plik boshqa bir naqsh aytding. Mumkin bo'lsa Erkin akamning naqshisini shu Abdulla akamizning azdan bir baştan kileye. Chunki ro'si nalamas bir kerare rakurban Chunki ro'si nalamas bir kerare rakurban Abdullah akamızdan. Tekstil hata pas geçironlar. Mayli. Her zaman yenimde dur.